Akalar, mana shu biznes juda ham barakali ekan. Sababi mana shunaqa bitta qolip bilan boshlagan ekan 3 yil oldin. Hozirda 70 ta qolipi bor ekan. Qo'yilmisizlar? Gazoblok reskasiz holatda qolipni o'zidan chiqarib berishyapti ekan. Kelar, razmerlarga e'tibor beringlar. Buni govoshchalarga e'tibor beringlar. Xullas, iqtisodiy yaxshi ushlab beradigan blok mana shu bo'ladi. Bitta blokdan eng kami 3000 so'm foyda qilinadi. Bu yerda hozir kuniga 800 dona blok chiqayotgan bir kuniga. Qaranglar, 70 ta qolib bor. 3 ta 4 odamni ish bilan ham ta'minlagan. Bitta zo'r yo'l qilibdi. Reskasiz variantda mana shunaqa yuradigan mishalka. Ya'ni mishalkada yurib har bittasiga quyib boraveradi. Ustini yopib qo'yadi. 2 soat, 3 soatdan keyin ochib, yana teraveradi. Xullas, bitta qolipdan bir kunda 2 mahal foydalanyapti ekan. Qo'yilmisizlar, gap yo'q lekin. Kuniga eng kami 200 dollar foyda qiladi o'zi va bundan tashqari 3 ta odam 300-400 ming so'mdan foyda ham qiladi o'zlari ishchilar. Ham ish bilan ta'minlaysiz, ham o'zi yaxshi foyda qilasiz va bu biznesda sizlar 1,5 ming dollar bilan boshlasangiz bo'lar ekan. 1,5 ming dollar 3 ta 4 ta qolipi bilan beradi. Boshlaysiz, keyin foydangizdan chiqarib sizdan shunaqa 70 ta qolip darajasiga yetsangiz bo'ladi. Biz hozir Andijon, Izboskan tumanidamiz. Akalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa gazoblok liniyalarini olib borib, o'rnatib, o'rgatib qo'yishar ekan.